ta'tilida o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha Oqdaryo tumanida dolzarb 90 kunlik doirasida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari uchun o'tkaziladigan seminar treningda bilib olamiz. Qani marhamat jarayonlarni kuzatamiz. Talish sari 90 kun imkoniyatlar davri seminarga xush kelibsiz deymiz. Har hafta bizlar o'sha natijani olgan paytimizda Buning aynan to'g'rakdan ko'zlangan maqsad yangi metodikalarni sinab ko'rish deyilyapti. qachon ijro etadi? Mana shu to'garaklarni tashkil qilib, hozir qaysi maktablarga biz boryapmiz? Yozgi oromgoh tashkil qilingan bizaga kunini dushanba kuniga yengilroq palladan qilingan, seshanbadan keyin o'sha sport, mashq kunlik haftani 5 tasini bo'lib olganmiz. Qabul qilgan darslarni tashlab beryapsiz. Bu yerda o'sha nimaga o'tganmiz hammasini berib o'tib o'qituvchi. Oqdaryo tumaniga qarashli 38-umumta'lim o'rta maktab o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosariman. Mana bugun Oqdaryo tuman maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasida dolzarb 90 kunlik seminar bo'lib o'tmoqda. Bu seminarda biz yozgi ta'tilda o'quvchilarni qanday to'garaklar bilan ta'minlanishi, qanday qilsak o'quvchilarni biz butunlay qamrab olishimiz mumkinligi haqida o'rgandik. Seminar juda yaxshi o'tdi, katta ko'tarinki ruhda o'tkazildi. O'qituvchilarimiz mana shu yerda o'qitilgan barcha direktor o'rinbosarlari bundan buyog'iga yana undan-da yaxshiroq qilib yozgi ta'tilni o'quvchilarni qamrab olib tashkil etishimiz haqida yangi qo'shimcha ma'lumotlar oldik. YouTube o'zimizniki kamchiligi ham yo'q emasda. To'g'rimi? Mana shunaqa qilib haftaga Bugun Oqdaryo tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi barcha maktablarning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga seminar trening bo'lib o'tdi. Seminarda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari uchun qiziqarli bo'lgan yozgi dolzarb 90 kunlik doirasidagi to'garaklarni qay tartibda tashkil etish, qanday olib borish va bundan ko'zlangan maqsadga alohida to'xtalib o'tildi va direktor o'rinbosarlariga zaruriy metodik yordam berildi. Bundan tashqari seminar doirasida o'quv yili davomida olib borilgan kasbiy rivojlantirish kunlari va kasbiy rivojlantirish soatlari tahlili olib borildi va o'quv direktor o'rinbosarlarining fikrlari tinglandi, birgalikda fikr mulohaza olib borildi. Buni hozir o'qituvchilarimiz oddiy qabul qilyapti. Bu bora kelajakda yaqin kunlarda har bir maktabda o'quvchiga bergan bilimi orqali o'qituvchi baholanadi. Namuna tariqasida o'tkazish bu aynan sizlarning qo'llaringizda ustundir. Biz albatta jips bo'lsak, bir jon bo'lsak, albatta Oqdaryo tumani ta'lim sohasi rivojlanadi. Hamma bizga pul qabul qiladi. Boshqa